Assalamu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tarjimaholi yozilgan Shirin Bulloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning Madinaga kelgandan keyin o'zi duch kelgan nurg'ulg'an masalalarni bayon qilib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Yeni jamiyat qurilishi. Biz oldingi boblarda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Madinadagi Bani Najjar mahallasiga tushgan vaqtning juma kuni, Hijriya 1-yili Rabiul Avvalning 12-kuni, milodiya 622-yil 9-oyning 27-kuniga to'g'ri kelganligini va Bani Najjar mahallasida Abu Ayyub raziyallohu anhuning qo'rosi oldidagi bir parcha tashlandiq yerga tushib, Xudo xolisa turalg'imiz mushu yerda bo'ladi deganligini, andin Abu Ayyubning uyiga kirib o'rinlashganligini aytib o'tgan edik. Masjidi Nabaviy, ya'ni payg'ambar masjidining bino qilinishi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning shundan keyin bosgan tunji qadami Masjidi Nabaviyni bino qilish bo'ldi. U to'gisi qayta-qayta 2 qatim cho'kib olgan heliq yerni 2 yetim boladan setib olib, u yerga masjid bino qilishga buyurdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam masjid qurilishiga o'zi bevosita qatnashdi. U o'z qo'li bilan xish toshlarni yo'tkavitib mundoq deydi: "Ey Alloh, chin hayot, hayoti oxirat, muhojir ansarga ayla mag'firat." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana: "Ko'tirganimiz Xaybar yukiga o'xshamas, ming hizor ko'p yaxshidur Parvardigorim qoqshimas." deydi. Bu mo'ngluq misralar sahobalarning qurilish qizg'inligini yuqori ko'taratdi-da, ularning biri javob qaytirib mundoq deydi: "Gar desak biz o'ltirib payg'ambarim ishlasin, ozg'un amal o'zi shu tosh va tuproq tishlasin." Masjidga tayyorlagan o'rinda mushriklarning kona qabrlari, xaraba, azgonlar, anda-sanda xurmo va g'arqat daraxtlari bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qabrlarni qo'latqizib, azgonlar tindirildi. Xurmo va boshqa dal-daraxtlar kesilib, masjidning oldi temiga tizildi. Masjidning qiblasi Baytul Muqaddasga udullandi. Eshikning 2 yon boynisi tosh bilan, atrof tomlari xishlay bilan qo'pirildi. Usti xurmo shax-shumbilari bilan yepildi. To'rik xurmo yog'ichining g'oli va badra cho'talaridan etildi. Ostiga qum yig'inlar yotqizildi va 3 yerga eshik ochildi. Masjidning qibla temidan oldi tomgacha bo'lgan oraliq uzunligi 100 gaz, kengligi shunchalik yoki sal tarroq bitib chiqdi. Masjid temining asosiy uli 3 gazga yaqin tutildi. Masjid bitgandan keyin uning yon tarafiga xom xishlar bilan bir qancha kichik uylar silinib, usti xurmining shax-shumbilari bilan yepildi. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ayollari uchun silingan hujralar edi. Hujralar bitgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Ayyub raziyallohu anhuning uyidan u yerga ko'chib chiqdi. Bu masjid namoz ado qilish o'rni bo'lib qolmasdan, balki musulmonlarga islom dini ta'limotlari va amr farmonlarini yetkazadigan ijtimoiy so'rin, adab axloq o'rgatadigan oliy bilim yurti. Uzoqdan beri jahiliyat va ichki urushlar yiroqlashtirayotgan, biri-biriga o'chmanligi oshgan qabila aymoqlar uchrashib, o'zaro tushunish va ulfat hosil qilish uchun to'planadigan yig'ilish markazi. İctimai ishlarni bartaraf qiladigan, dushmanga qarshi qo'shin tashkillaydigan harbiy baza, maslahat kengash yurti va ijroiya majlislarini o'tkazadigan qurultay organi bo'lgan edi.
Şundaqla yurt makallarından, mal dunyalarından ve aile tavabatlarından ayrılıp musafir bulup kelgen zor bir türküm kembag'al muhacirlarning turalg'u joyimi bo'lgan edi. Hicretning dastlabki mezgillarida har kuni 5 qitim o'qilib, jahonni larziga soldigan mo'ngluq yangroq sado azon to'g'lash yo'lga qo'yildi. İmam Tirmizi, İmam Ebu Davud, İmam Ahmed ve İmam İbni Xuzeymi rahimahullah rivayet qilgan bir hadisda tilga ilingan Abdullah İbni Zeyd raziyallahu anhuning azon to'g'riliq ko'rgan tushi hamiga ma'lumliq. İslam qarindoshlig'i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yig'ilish ve birleşiş merkezi mescidning qurilishini ilib berish bilan birga yana muhim tarixiy ahamiyatga ega ulug'vor ve ajoyib xosiyatlik bundaq bir ishni ro'yobga chiqardi. U bo'lsa-mu muhojirlar bilan ansarlar o'rtasida qarindoshlik munosabatini o'rnatish ishi edi. İbn Qayyim rahimahullah mundaq deydi: Arqadınla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ensarlar bilen muhacirlarını yığıp Enes İbni Malik raziyallahu anhu'nun qorusida qeyrindaşlıq münasibeti o'rnatish faoliyatini o'tkazdi. Bu faoliyatga 90 kishi qatnashdi. Ularning yerimi ensarlardan, yerimi muhacirlardan idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ularni o'zaro kuyinsin ve o'zaro yordamda bo'lsin uchun qayrindosh qilib qo'ydi. Badr urushidan keyingi vaqtga qadar urug' tuqqanlar bir-biriga mirosxo'r bo'lishmasdan, ashu islom qayrindoshligi o'rnatganlar bir-biriga varis, mirosxo'r bo'lishqa edi. Alloh taolo sura Anfalda Urug' tuqqanlar bir-biriga mirosxo'r bo'lishqa yotlardan eng haqliqdir. Qur'on Karim sura Anfal 8-sura 75-oyat degan oyatni nozil qilgandan keyin islom qarindoshligidagi bir-biriga mirosxo'r bo'lish qoidasi amaldan qoldirilib, faqat urug' tuqqanlarla bir-biriga mirosxo'r bo'lish qoidasi asliga keldi. Aytishlarga qaraganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikkinchi qadamda muhojirlarni o'zaro bir-biriga chetib qayrindosh qilib qo'ygan. Ammo avvalgi qarash texmi to'g'ridir. Chunki muhojirlar orasida yurtdoshlik, nasab va urug' tuqqandochilik munosabati bor bo'lg'achqa, ular orasida qayta qayrindoshlik munosabati o'rnatishning zaruriyati yo'q albatta. Ammo ansarlar bilan muhojirlar o'rtasida bu faoliyatni o'tkazish to'liq zarur va ahamiyatli ish bo'lgan edi. Bu qayrindoshlikning nishoni İmam G'azzali rahimahullah aytgandek, jahiliyatcha asabiylikni tugutish uchun edi. Bu o'z tarafdorini faqat islom uchun himoya qilish va qo'g'dash, nasab, irq va yurt farqlarini butunlay tugutish deganlik bo'ladi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri arasında o'rnatgan bu qayrindoshlik munosabat eg'izdan tushirmay to'g'laydigan quruq shuar bo'lmasdan, balki kuchlik ahdu paymon asosida jonga va molga chetildigan amaliy harakatga aylangan edi. O'z manfaatidan boshqalarning manfaatini a'lo bilish, o'zaro kuyinish va bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbat, o'zaro unsi ulfat bu qayrindoshlik ahdisiga shundoq cho'nqur singan ediki, uning amaliyati bu yangi jamiyatni ajoyib ta'sirli ish-izlar bilan to'shqizib. İmam Buxoriy rahimahullah naql qilgan hadisda mundaq deyiladi: Muhacirlar Madinaga kelgandan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlar bilan ansarlarning orasini qayrindosh qilib chetib qo'ydi. Abdurrahman İbni Avf bilan Said İbni Rabiya Allah ulardan razı bo'lsin, qayrindosh qilib qo'yilgan edi. Said Abdurrahmanға: "Men ansarlar ichida eng moldor odamman. Mollarimni 2 hassa qilib birini sen olg'in. 2 ayolim bor. Sana qaysi chiroyli ko'rinsa, menga aytqin. Uning taliqi so'zni beray. Iddati chiqqanda sen nikohingga olg'in" dedi. Abdurrahman unuğa javoban: "Allah sening oilangga va mol dunyolaringga barkat bersin. Menga bozoringlarni ko'rsatib qo'ysang kifoya" dedi.
Şunun bilen o Abdurrahmanni Bani Qaynuqa bazırga başlap bardı. Abdurrahman o yerde uni ilip, buni sitip degendek işler bilen birdemdila ma'lum miqdarda pişlaq ve azraq yağ payda aldı. Әтісі әттіге yana bardı. Şunda qilib, bir kuni o Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'nin hiniga kelgəydi. Onundan öylən gücünün alametleri ma'lum boldu. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem onundan "Neymiş bu?" deb so'raydi Abdurrahman. "Öylünüp aldım" deb cevap verdi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem onunğa qançalik toyluq apardın? dedi Abdurrahman. "Üççe çoğunluqda altın mehri berdim" dedi. İmam Buxari rahimahullah Ebu Hüreyre raziyallahu anhudan naql qilgan yana bir hadisde mundaq deyiladi. Ensarlar Peygamber sallallahu alayhi ve sellemge "Xurumliqni biz bilen muhacir qeyrindaşlarımızga bölüp bergin" degan. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem "Yo'q, unda qilsaq bo'lmaydi" deb unamagan. Shu chaqda muhacirlar "Xurumliqning ishlarini o'zinglar qilinglar. Ammo husulga tang sherik bo'layli" deganda Ensarlar ma'qul bo'lishgan. Ensarlarning bu javobi ularning muhacir qeyrindaşlarini qanchalik qizg'in kutib olganligini, ular uchun har qanday badal to'lashga, o'z manfaatidan voz kechishga va samimiy sadoqatman bo'lishga har zamon, har makon tayyor ekanligini bildiradi. Shundaqla muhacirlarning bu hurmatni to'g'ri qadrlaganligini va ansarlarning mol-mulkini Xudoyim berdi deb egalib olmasdan ehtiyojiga tushliq ilib sarf qilganligini uqtirdi. Bu qeyrindaşlıq o'rnatish harakati musulmonlar duch kelgan biz yuqorida ko'rsatib o'tgan har xil mushkulotlarni unumli hal qilishda yiroqni ko'rarlik bilan o'ttirg'a qo'yilgan dono tadbir va to'g'ri siyosat bo'lgan edi. İslami ittifoqdoshlik ahdnomasi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem mümin musulmonlar arasida qeyrindaşlıq münasibati o'rnatgandek, ular arasida yana İslami ittifoqdoshlik ahdnomasini o'rnatdi. Bu orqali musulmonlarning vujudida qolib qolgan jahiliyatning kona asabiy qarashlarini va qabila talash tartishlarini tugutib, jahiliyatning qiliq an'anlariga xotima berdi. Ahdnomaning moddalari tuvandikilardan iborat edi. Bu Muhammed sallallahu alayhi ve sellem'nin Quraysh ve Medinalik mümin musulmonlar arasida ve bularga ergishib, keyin qo'shilgan ve ular bilan bir tam bo'lib kurash qilganlar o'rtasida to'xtatgan ittifoqdoshlik ahdnomasidir. Birinchi, mümin musulmonlar bir ummat hisoblandi. U yot dindikilarni o'z ichiga olmaydi. Ikkinchi, Qurayshlik muhacirlar o'z tavaligi bo'yicha diyat to'lam ishlarini ustiga oladi. Musulmonlar orasidagi asir qutuldirish ishlariga angliq kuch qo'shadi. Ansarlarning har qaysi qabillari o'zlarining to'lam diyat ishlarini avvalgidekla o'zlari ustiga oladi. Har qaysi aymoq jamoatlar mu'min musulmonlar orasidagi asir qutuldirish ishiga aktiv kuch qo'shadi. Uchinchi, mümin musulmonlar asir qutuldirish yoki to'lam ishlarida nasab, tuqqanchilikni o'lcham qilib olmaydi. To'rtinchi, taqvodor mümin musulmonlar tajovuzchi dushman kuchlarga va cho'ng suiqasd, malamonchilik, dushmanlik, fitna fasod va ig'vogarchilik paydo qilmoqchi bo'lganlarga o'rtaq qarshi turadi. Beshinchi, mazkur yomon ish, yomon harakatlarga qarata hammaylan o'rtaq qarshi turishi, otasi yoki bolasining bu ishlarga chetilib qilishi uni ahdiga vafo qilishdan to'sib qo'ymasligi lozim. Oltinchi, mu'min odam mushrikning qisosi uchun yana bir mu'minni o'ldirmaydi. Yettinchi, mu'min musulmon kishi boshqa bir musulmonga qarshi mushrikqa yordam bermaydi. Sakkizinchi, Allah'ның boshpanohligi hammaga o'rtaq bo'lib, yuqori tuvan deb ayrilmaydi.
9. Yahudilardan bizga tabi bo'lganlarni, boshqa yahudilarga nahaq uval qilinmagan va zulm qilinmagan asosda qo'g'dash va qo'llash lozim. 10. Mo'min musulmonlarning tinchligi bir butun jamoatchilikning o'rtaq tinchligidir. Şoňa Allah yo'lidagi urushda bir mo'min yana bir mo'minning fikrini anglamay turib, o'z bishimchilik bilan sulhi tuzmasligi lozim. Biroq teng barobarlik va adolat uchun bo'lsa, u buningdan mustasnodir. 11. Mo'min musulmonlar janggohda xato o'ltirilib qo'ygan musulmon qarindishining diyat to'lam haqqini ustiga oladi. 12. Her qandaq bir yasriblik mushrik Qurayshlarning miliga, na jiniga panohlik berolmaydi va uni mo'minlardan qo'g'dab qololmaydi. 13. Her qandaq kishi bir mo'minni qasdan nohaq o'ltirsa, u qisos uchun o'ltiriladi. Biroq o'lguchi tarafning ega chaqilari apu qilsa, u bu hukmdan mustasnodir. 14. Bu hükümni icra qilishda hamma mo'min musulmonning o'rtaq majburiyati bor. Icra qilishga kuch chiqarishga bo'ladi-ki, hargiz amaldan qoldirishga bo'lmaydi. 15. Mo'min musulmonlar buzuq niyatlik odamlarga yordam berishga va ularga sorun hozirlab berishga bo'lmaydi. Kimdi-kim shundoq odamlarga yordam beradigan yoki sorun hozirlab beradigan, qiyomat kunida u Allohning la'nati va g'azabiga duchor bo'lishga loyiq bo'lib qoladi. Uningdan na farz, na nafli ibodat, sadiqa qabul qilinmaydi. 16. Musulmonlar har qanday bir ishda ixtiloflashib qolsa, uni Allohning va uning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ayirib bir taraf qilib qo'yishiga sunudi. Ruhiy tarbiyaning ijtimoiy ta'siri. Mana mushundaq hikmatlik dana tadbir va puxta asoslar bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu yangi jamiyatning ul asosini turg'izdi. Bu büyük yüzleniş mahiyette aşu ulug' sahabelerinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ma'rifatlik söhbet buluqidan algan ruhi ozuqining amaliy mahsuli idi. Albatta, chunki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'mu ularga ata aqshimi ilim bilim ügütetdi. Ta'lim tarbiya berib, ularning ruhiyatini poklab, isil axloqlarga undab turatdi. Ularga dostluq, qeyrindoshlik, sharaf, numuz, axloq, fazilat va toat ibodat qoidalarini o'rgatdi. Bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan islomda qaysi ish yaxshi deb so'raganda, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ochlarga tomoq berisan, tunigan tunimagan hammaga salom qilasan deb javob bergan. Abdullah ibn Salam raziyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga qadam tashrif qilgan kunila men uning oldiga kelgan edim. Uning chiroyini ko'rib, hargiz yolg'on aytmaydiganligini pamladim. U tunji so'zlagan nutqida: "Ey xaloyiq, salomni ullik oshkora qilinglar. Ochlarga taom beringlar. Urug' tuqqanlarga sili rahim qilinglar. Kechida hamma odam uxlaganda sizlar namoz o'qinglar. Aman esan jannatga kirsizlar" degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana mundaq deydi: Yamonligidan xulum qo'shnilari amin bo'lolmaydigan odam jannatga kirolmaydi. Musulmon boshqa musulmonlar uning tili va qulidan amin bo'ladigan odamdir. Bir kishi o'ziga ravo ko'rganni boshqa mo'min qarindishiga ravo ko'rmaguncha komil mo'min bo'lolmaydi. Mo'min musulmonlar go'yo bir tan, bir gavdaga o'xshaydi. Ko'zi og'risimu butun badan siqraydi. Beshi og'risimu ham shundoq.
Mümin musulmonlar o'zaro hamdam bo'lishda go'yo cho'ng bir binoga o'xshaydi. Uning xishlari bir-birini chingitidi. U zot yana mundaq deydi: Adovatlashmanglar, hasadxo'rlik qilmanglar, dushmanlashmanglar. Ey Allohning bandalari, hammanglar bir tuqqan qarindoshdek bo'linglar. Musulmon odamning yana bir musulmon qarindishini 3 kundan ortiq tashlab o'tishi to'g'ri bo'lmaydi. Mümin musulmonlar o'zaro qarindoshdir. Biri-biriga zulm qilmasin va uni dushmaniga tutib bermasin. Kimki qarindishining hojatini ravo qilish yo'lida mangsa, Alloh uning hojatini ravo qilib beradi. Kimki bir musulmon qarindishini g'amdan xalos qilsa, Allah u odamdan qiyomat kunining qiyinchiliklaridan cho'ng bir qiyinchilikni ko'tarib etadi. Kimki bir musulmonning aybini yapsa, Allah qiyomat kunida u odamning aybini yapadi. Zimindagi kishilarga mehr shafqat qilinglar. Allah sizlarga rahim qiladi. Atrofidagi qulum qo'shnilari och-yalang'och yuribsa, o'zila yeb ichib qursqini beqib yurgan kishini mu'min degili bo'lmas. Mu'minni tillash fosiq dindan chiqqanlikdir. Uning bilan urushish kufrlikdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana yo'llardan ziyonli narsalarni yo'qotishni sadiqa qilganga barobar va uni iymonning bir tarmoqi deb hisoblaydi. U yana mu'min musulmonlarni xayr-saxovat qilishga rag'batlantiradi. Sadiqa va saxovatning fazilatlari haqida kishining qalbi erigudek yaxshi vaz nasihatlarni qiladi. U zot sadiqa berish gunoh masiyatlarni go'yo suv o'tni uchirgandek uchirdi degan. U zot yana mundaq degan edi: Qaysi bir musulmon yalang'och, yilin qolgan bir musulmonga kiyim kiydirib qo'ysa, Alloh u musulmonga qiyomat kuni jannatning yeshil to'llaridan bir to'n yapadi. Qaysi bir musulmon och qolgan bir musulmonni to'yg'izsa, Alloh uni jannatning mevalaridan g'izolantirdi. Qaysi bir musulmon ussuz tashna musulmonga suv bersa, Alloh uni jannatdagi shirin buloqdan sug'uradi. Bir xurmining yerimini sadiqa qilish bilan bo'lsimi, uni topolmasanglar chiroyli gap bilan bo'lsimi do'zax o'tidan saqlaninglar. Shuning bilan bir vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana tilamchilik qilish va boshqalarning quliga qaraydigan tayyor tap bo'lib qilishdan qattiq saqlanishga buyurdi va savrchan, qanoatchan bo'lishning fazilatlarini tushuntirdi. U boshqalarning qo'lidan bir narsa tilab yeyish, qiyomat kunida tilguchining yuzida o'chmas dog' yoki assiz, iskilit holat va yoki saqaymas zida jarohat paydo qiladi. Biroq majburlik holat buningdan mustasno degan edi. U zot yana sahobalarga Alloh taolo tarafidan ibodatga berilgan katta ajr savoblarni so'zlab berish bilan birga o'ziga nozil bo'lgan vahiylarni o'qib berib, ularning ilohiy vahyi bilan bo'lgan munosabatini ching'itdi. Ularmu kunlik vahiyni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldida o'qish va ayrim muzokara, mulohiza qilish orqali o'zlarining ilohiy vahiyga bo'lgan tunishini o'stiradi. Bu xil dars muzokara ularning bilim tushanchisini oshirgandan sirt, ularga islomiy da'vatning talabi va ilohiy elchilikning mas'uliyatini tunutadi. Mana mushunda qilib payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalarning ruhiy dunyosini va axloq ravishlarini butunlay islomiy ong va islomiy qoida yusun ishida yuqori ko'tardi. Ularni kishilik qadr-qimmat, dunyo qarash va xolis to'hfa qo'shish qarishi bilan qurollantirib va tarbiyalab, oxiri ularni insoniyat tarixidagi payg'ambarlardan qolsa eng yuqori safoliq o'g'inish ulgilari qilib yetishtirib chiqdi. Abdullah ibn Mas'ud roziyallohu anhu
Sizlərdən ilgirkilərning yo'lida mağmoqchi bo'lganlar cho'qim o'lib ketgan yaxshilarning yo'lida mangsun. Chunki hayot kishilar fitna fasoddan xoli emas. Ana shular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalari, mushu ummatning eng afzal kishilaridir. Ular qalbi pok, ilmi cho'nqur, quruq takkallubdan xoli kishilar edi. Allah Taala ularni o'z payg'ambarining suhbati uchun va o'z dinini barpo qilish uchun tanlagan. Ularning fazilatini tuninglar va ularga agishinglar. Qudratinglarning yetishicha ularning axloq fazilatlarini o'zlashtiringlar. Chunki ashularla to'g'ri hidoyat bilan ketganlardir degan. Eng muhimi mushu ummatning eng oliy rahbari bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'zida yuksak kamolat, tabiiy iqtidor, oliyjanob ruh, izchil fazilat, go'zal axloq va buyuk hislatlarni kishining qalbini rom qilgudek darajada o'zlashtirgan edi. Shunga u har qanday bir gapni desa, sahobalar uni o'rinlashga oldiraydi. Bir xizmat yoki biror ishni o'rinlashtirsa, bas-basda bajon keltiradi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mana mushundaq atrofliq tutish va tarbiyalash orqali bu yangi vatanda insoniyat tarixidagi eng go'zal, eng baxsh saodatlik va eng inoq bir jamiyatni barpo qilib qurib chiqdiki, bu jamiyat orqali azaldan insonlarning shillisidan bisib, ularni dard alamda qiynagan nurg'un masala va mushkulotlarga javob va hal qilish chorasi topildi. Mushundaq yuksak ma'naviy ta'lim-tarbiya zamonining har xil do'lqinlarga dadil taqobil tura oladigan bu yangi jamiyatning asosini paydin-pay turg'izdi. Oxiri bu jamiyat zamonining ta'tir iqinini o'ngga buriyoldi va tarixning gardishini yangi yo'linishga qarab aylantira oldi. Shunday qilib, bu qitimliq kitob o'qishimiz mushargacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishayli, xayr xo'sh, Allohga omonat. Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uchi do'stlar. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjimaholi yozilgan Shirin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Bugungi o'qiydigan mazmun Yahudilar bilan ahdnoma tuzish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilib kelib, musulmonlar orasida ideviy va siyosiy birlik ham ijtimoiy tartib o'rnatish orqali bu yangi jamiyatning asosini mustahkamlab olgandan keyin Madina va uning atrofidagi rayonlardagi g'ayri musulmon xalqlar bilan siyosiy va ijtimoiy aloqalarni radga solish qaroriga keldi. Uningdan maqsad inoq qo'shnichilik munosabati o'rnatish orqali tinchlikni ishga oshirib, islomiy da'vatning puxta asosini turg'izish. Shundaqla butkul insoniyat uchun bexatar, tinch, baxsh, saodatlik va illiq turmush muhiti yaratishdan iborat edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu haqda shundaq keng qursaqlik va shundaq yo'l qo'yish siyosatini qo'llandiki, eg'ir taassubiyat va tarafbozlik shuari bilan to'shib ketgan ashu davrda undaq dono va kengri siyosat hargiz tepilmaydi. G'ayri musulmonlardan Madinaga eng yaqin joyda o'ltiraqlashganlar yuqorida so'zlab o'tganimizdek Yahudilar edi. Gerçi ular musulmonlarga ko'ngilda yushirin o'chmanlik saqlab turayotgan bo'lsa-mu, lekin ulardan hozircha hech qanday qarshilik yoki amaliy dushmanlashish alomatlari ko'rinmadi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ular bilan diniy e'tiqod va mol-mulk igdorchiligi jihatda mutlaq erkinlik berilgan mundaq bir kelishimnoma imzoladi. Bu kelishim kamsitish, yaklash, chetga qiqish, nohaqchilik huquqidan mahrum qilish va bisim ishiltish degandek betaraflamaliklardan tamoman xoli edi. Bu kelishim musulmonlar orasida tuzilgan ahdnoma qatorida birlikda imzolanib yo'lga qo'yildi. Bu kelishim nomining moddalari tuvandikilardan iborat. 1.
Bəni Əvf Yahudiləri mümin musulmonlar bilan bütün bir gavda. Həmməylərinin dini etiqad erkinligi buludu. Musulmonlar Yahudilarni kamsitmaydi, chetga qaqmaydi. O'zi va egach haqlarining hayotiy bexatarligini chuqum kapolatlantirdi. Bəni Əvf Yahudilaridan boshqa Yahudilarmı mushu bo'yicha huquq va majburiyat o'tsa bo'ladi. Ikkinchi, Yahudilarmı, musulmonlarmı o'zini o'zi boqidi. Alvansılık qo'yilmaydi. Üçüncü, mushu ahdnomaga qo'l qo'yuvchi taraflar bir-birining dushmaniga o'rta qarshi turadi. To'rtinchi, Yahudilar bilan musulmonlar bir-biriga samimiy va sodiq bo'ladi. O'zaro bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Ammo gunoh bo'ladigan ishlar buningdan mustasno. Beshinchi, har kim o'z ittifoqdoshiga osiylik qilmaydi. Oltinchi, bir taraf zulmga uchursa, yana bir taraf yordam berdi. Yettinchi, mo'min musulmonlar urush holatida turadigan, Yahudilar chuqum musulmonlar tarafda turadi. Sakkizinchi, mushu ahdnomaning hurmati uchun Madina tavalligida nahaq qon to'kish, bulongchilik, qaroqchilik, bosqinchilik, gul-giyoh, dal-daraxt va ommaviy aslahalarga buzg'unchilik qilish qatorliq go'yo Makkada harom bo'lgandek Madinadami harom bo'ladi. 9. Kelishim nomiga imzo qo'ygan har qaysi taraf a'zolari o'ttirsida yuz bergan har qanday voqea yoki jidal majra, ixtiloflar Alloh va Allohning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamning bir taraf qilishiga suniladi. 10. İmza qo'yuvchi har qaysi taraf a'zolari Quraysh va uning ittifoqdoshlariga panohlik bermaydi. 11. Madinani qo'g'dash uchun har qaysi taraf o'rtaq kuch chiqardi. Bo'libmi o'z tavalligi va o'z rayonini qo'g'dash majburiyatini o'zlari ado qiladi. 12. Ahdnoma zolimning zulmidan yoki xiyonatkor oisining bexastaligi tufaylidan amaldan qoldirilmaydi. Mana bu ahdnomaning imzolanishi bilan Madina va uning atrof rayonlari birlikka kelgan mustaqil bir davlatga aylandi. Madina shahri davlatning poytaxti. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu davlatning raisi. Agar mushundaq atash to'g'ri bo'lsa, raisi bo'ldi. Hokimiyat va huquqni musulmonlar egalladi. Keyincha rayon tinchligi va bexatarlik doirasini kengaytirish uchun Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam amaliy shart-sharoitga biqib, atrofdagi boshqa qabilalar bilan mushunga o'xshash tinchlik va bexatarlik kelishimlarini imzoladi. Uning tafsilotini keyingi batlardan ko'rgaysiz. Qonliq to'qinish. Hicretdən keyin Qurayşlarning musulmonlarga qarshi ig'vogarchilik urushi qo'zg'alligi va munofiq Abdullah ibn Ubay bilan yushrun aloqalashganligi. Oldingi boblarda biz Makka mushriklarining musulmonlarga solgan zulmlarini va vahshiyona qiynashlarini, bo'libmi hijrat mezgilida musulmonlarga qilmagan askiliklari qolmaganligini qayd qilib o'tgan edik. Lekin ular buninglik bilanla as-hushni yig'ib, tajovuzchilik harakatlarini to'xtatmasdan, balki texi musulmonlar ularning boshqurish doirasidan chiqib ketganligiga va o'zlari uchun Madinada bexatar va tinch makon tepib olganligiga chidamay ketdi. Shunga ular Abdullah ibn Ubay va uning mushrik tayoqchilariga xat yozib uchuqdan-uchuq mundaq dedi. Sizlar bizning hiliqi odamimizga o'rin beribsizlar. Allah bilan qasam qilamizki, sizlar uni o'zinglar jazolab bir taraf qilib etmasanglar yoki yurtinglarni qo'g'lab chiqarmasanglar, biz umumyuzlik qo'zg'alib chiqib, erlaringlarni o'ldiramiz, ayollaringlarni xotin qilamiz. Bu xatning yetib kelishi bilan Abdullah ibn Ubay Makkalik qadinaslarning farmonini ijro qilmoqchi bo'ldi. Chunki u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni bo'lg'usi podshohlik taxtimini tortib oldi deb qarab, uningga mirom saqlab yuratdi. Abdurrahman ibn Kayb roziyallohu anhu mundaq deydi:
Bu xat Abdullah ibn Ubay və onun butpərəst səbdaşlarının qulağa tegib idi. Ular toplanıb Rasulullah sallallahu alayhi və səlləmə qarşı uruş qozğamaqçı bolışdı. Rasulullah sallallahu alayhi və səlləm bunu anlab, dərhal ular bilan uçraşdı və ularga Qurayşlərinin dəbdəbə heyvisi sizlərni küçütüb tipdi. Ular sizlərə hazır öz qulunlar bilan özünlərə salmaqçı bolğan ziyandın çoğ ziyan salanmaydı. Sizlər hazır öz puştunlar və öz qavm qeyrindaşlarınlar bilan uruşmaqçı buluvatsizlər, dedi. Ular Rasulullah sallallahu alayhi və səlləmnin bu gepini anlab astağına tarap getişdi. Abdullah ibn Ubay adamlarının gün sayın hidayet tepib musulmonlar sepiga qo'shilib ketayotganligini ko'rib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan urushish niyatidan yongan bo'lsa-mu, lekin uning yuragi yanala Qurayshlarning yuragi bilan tang so'qiyotdi. Shunga u fursat topsa musulmonlar bilan mushriklar o'tirsiga so'g'uqchilik silib, vaqa paydo qilishga urinadi. U bu xil buzg'unchilik harakatlarida Yahudilarni o'z biqiniga qisib olgan edi. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning dana tadbirlari ularning yomonlik o'tlariga sovuq suv sepib, qaynagan qazonlarini to'xtatib qo'yatdi. Musulmonlarni Baytullohni tavob qilishdan cheklash e'loni. Mushu vaqadan ozgina vaqt keyin Said ibn Ma'az raziyallohu anhu umra qilish uchun Makkaga bordi. Va Makkada Umayya ibn Xalafning uyiga tushib uningga "Xilvat bir vaqtni tanlab qarab tursang, men Ka'bani tavob qilib olgan bo'lsam", dedi. Shunga u Saidni kashga yaqin bir vaqtga haramga elib chiqdi. Lekin og'riqdan qichib o'limga yo'liqdi degandek, ular Abu Jahilga uchrab qoldi. Abu Jahil Umayyadin: "Ey Abu Safvan, yanındaki bu kim o?" deb so'ragaydi. Umayya: "Bu Said, Yasriblik do'stim", dedi. Bu chaqda Abu Jahil Saidga: "Acaba sen Makkada xotirjam aynib yuriysan-a? Halbuki senler dini qaçqullarni aranglarga elishding. Texi ularga yordam bermekçi ve ularni qo'llab quvvatlamoqchi. Agah buluş, azbiray xudo. Navada sen hozir Abi Safvan, Umayya ibn Xalaf bilan billa bo'lmagan bo'lsang, hergiz saq salomat qaytolmayding", dedi. Said uningga javoban ullik tovlab: "Hey, menmo esing silib qo'yayki, agar sen meni bu ishdan to'siydigan bo'lsang, qasam qilamanki, men sening buningdimi ajallik va eng muhim narsangni, Madinadan o'tib Shamga boradigan tijorat yo'lini to'siyman", dedi. Qurayshlarning muhojirlarga yana tahdid silishi. Shundan keyin Quraysh taraf musulmonlarga yana xat yozib: "Sizlar Yasribga kelib oldik deb mag'rurlanmanglar. Biz yaqinda shu tarafga qo'shin tortib berib, sizlarni yo'qitimiz va uy aram, bog' varallaringlarni ko'ydirib kul qilib o'timiz", dedi. Bularning hammasi quruq hayva va yoki popuzlar emas edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam albatta Qurayshlarning to'xtamay suiqasd planlayotganligini va niyatini yomon qilayotganligini tuyib turardi. Shunga u nechilagan kechalarni bedor o'tkazdi yoki muhofizat ostida tong otqizdi. İmam Muslim rahimahullah Sahihul Muslimda Ayşe roziyallohu anhadan naql qilgan bir hadisda mundaq deyiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelgan dastlabki kechalarni uxlamay bedor o'tkazgan edi. U koshki sahobalardan solih bir kishi meni bugun kecha muhofizat qilgan bo'lsa, dedi. Ayşe roziyallohu anha mundaq deydi: "Biz shu gaplarni qilishib o'tiratdik. Sirtda qoral yaroqning ovozi anglandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Kim bu?" degaydi sirtdan. "Said ibn Abi Waqqas" degan ovoz anglandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uningga: "Nim deb kelding?" dedi. Said roziyallohu anhu:
"Ey Rasulullah, senden ensirab dilim g'ash bo'ldi. Şuna bugün seni muhafizat qilay deb keldim", dedi. Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem onunğa xeyirlik bilan dua qildi ve şundala aramida uxladi. Bu xil muhafizat ve qo'g'dash ayrim kechilarga xos bo'lmasdan, balki xil zaman davomlashgan edi. Ayşe roziyallohu anhadan naql qilingan yana bir hadisda mundaq deyiladi. Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem keçileri davamlı qoğdulatdı. Ta ki Allah seni kişilerinin ziyankeşliğinden saklaydı. Kur'an-ı Kerim Sure Maid 5. Sure 67. ayetten bir kısmı. Diyen ayet nazil bolğandıla, andın Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem çedirden bişini çıkırıp, "Ey halayık, qaytыңlar! Allah meni öz himayesinde saklamakçı boldu", dedi. Bu xil xavf ve endişe Peygamber sallallahu alayhi ve sellem bilallah çeklenmedi. Belki Medine təbəsidəki cimi musulmanlar ensizlik ve vehime içinde gün ötküzdü. Ubey ibn Ka'b raziyallahu anhu mundaq degen: Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem ve onun sahabeleri Medine'ye gelip ensarlar ularını arağa alğandan keyin bütün Araplar bir yaqıdın baş, bir yandan qol çıqırıp ularga qarşı turdi. Hatta ular şu mezgillerde o'ltursumu, qopsumu, qural yaraqdan ayrılmaydı. Zulümga qarşı urushga icazet berilganligi. Musulmonlarning Madinadagi mavjudiyatiga ig'ir tahdidlar silinayotgan va Qurayshlar zo'migarlik va zo'ravonlik paylidan yanmayotgan ashu paytda Allah Taala musulmonlarga zulmga qarshi kurash qilishga ijozat berdi. Ammo farz qilib bekitmadi. Hujum qilguvchilarga zulmga uchraganliklari uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi. Allah ularga yordam berishga albatta qodir. Qur'on Karim Sura Haj 22. Sura 39. oyat. Bu oyat qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilinishining sababi faqat noto'g'ri ish harakatlarini cheklash va Alloh taolaning shariat ahkomlarini adil ijro qilishni nishon qilish lozim degan mazmundagi oyatlar qatorida nozil qilindi. Alloh taolo aytdiki: Allah'ның yardımıga erişishga haqliq bo'lganlar shundoq kishilardirki, agar ularni yer yuzida ustunlikka ega qilsak, namozni ado qiladi, zakot beradi, yaxshi ishlarga buyuruydi, yomon ishlardan to'sidi. Qur'on Karim Sura Haj 41. oyat. Shunisi aniqki, qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilish haqidagi oyatlar cho'qim Madinada nozil bo'lgan. Hergiz Mekke'de nazil bolgan emas. Lekin nazil bolgan vaqt soatni aniq bekitilmaymiz xolos. Her halda zalim tağutlarga qarshi urush qilishga ruxsat qilindi. Albatta, ayni chaqda Quraysh doiralarining siyosiy va iqtisodiy kuchi, ularning ko'ranglishi va haddidan echishidagi asosiy omil bo'lg'achqa, ularning Mekkedan Shamga boradigan tijorat yo'lini uzib tashlash musulmonlarning Qurayshlarga zarba berishidagi eng oqilona tadbir edi. Shunga Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu yo'llarni qamal qilish uchun mundaq ikki xil tadbir qo'llandi. Biri mushu yo'l bo'yiga joylashgan va yoki Madina bilan mushu yo'l oraliqida o'ltiraqlashgan qabilalar bilan ittifoqdoshlik kelishimi yoki o'zaro bir-biriga chiqilmaslik ahdnomasini o'rnatdi. Biz yuqorida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Yahudilar bilan tinchlik ahdnomasi tuzganligini aytib o'tgan edik. Shuningdek, u yana lashkariy yurishlarga tutish qilishdan avval Juhayna qabilasi bilan ittifoqdoshlik ahdnomasi va o'zaro chiqilmaslik kelishimini imzoladi. Ularning yurti bo'lsa Madinadan 3 kunlik yiroqlikqa joylashgan edi. Ular yana keyingi harbiy yurishlari jarayonida bir qancha qabila bilan kelishimnoma imzoladi. Uning tafsiloti keyin bayon qilindi.
İkincisi, mushu yo'l bo'yiga orqa qo'shin avatib chorlashni kuchaytdi. Badri urushining oldidagi janglar va avatilgan qo'shinlar. Zulmga qarshi urush qilishga ruxsat qilingandan keyin musulmonlar orasida mazkur ikki lohiyani o'rinlash uchun harbiy harakatlar jonlanib ketdi. Ular hozirgi zamondagi chorlab kuzatish faoliyatlariga o'xshash bir turlik harbiy harakatlarni ilib bordi. Buningdagi maqsad biz yuqorida ko'rsatib o'tganimizdek Makka-Sham asosliq yo'lini kuzatish. Madina atrofidagi cho'ng kichik yo'l va Madinadan Makkaga boradigan yo'llarning jug'rofiyalik yo'linishini tunib olish va mushu yo'l bo'ylariga joylashgan qabilalar bilan munosabatlik ahdnomalarni tuzish edi. Shuningdek, Yasrib, Madina mushriklari va yahudilariga hamda shu atrofdagi qiroqchi badaviylarga "Amdi musulmonlarning harbiy kuchi bor bo'ldi, kona zaiflikdan qutuldi" deganni uqtirib qo'yish va Quraysh toirlarini g'aflat uyqusida xo'rak tortib yetaverishning va mug'ambarlik masligida daldangshib yuraverishning yomon oqibatidan ogohlantirib qo'yish edi. Shunda qilganda ular o'zlarining iqtisodining va turmush yo'llarining cho'ng xavf-xatarga yo'liqadiganligini his qilishib, tinchlikqa moyil bo'lishi va musulmonlarning mahallasiga besib kelib, urushish paytidan yenishi, musulmonlarning Baytullohni tavob qilishni cheklashdan hamda Makkadagi ojiz musulmonlarga zulm silishdan to'xtashi mumkin edi. Shu chog'dala musulmonlar bu orolning hamma yerida Alloh taoloning elchiligini yetkazishda erkin ozoda bo'la oladi. Tuvanda mushu maqsadda avatilgan qo'shinlarning ahvolini qisqacha tunishtiramiz. Birinchi, Sayful Bahri qo'shini. Hijriyaning 1-yili Ramazon oyi milodiya 623-yili 4-oyga to'g'ri keladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam maxsus muhojirlardan tashkillangan 30 kishilik bir qo'shinga Hamza ibn Abdul Muttallib roziyallohu anhuni amr qilib, Qurayshlarning Shamdan kelayotgan bir tijorat karvonini to'sishga avatdi. Karvonda Abu Jahil ibn Hisham boshchiligida 300 odam bor edi. Qo'shin Is tavalligidan Sayful Bahri degan joyga yetib berib, karvon bilan uchrashdi va har ikki taraf saf tortib jangga tayyor bo'lganda, Majdi ibn Amri Juhayna qabilasidan bo'lib, u har ikki tarafning ittifoqdoshi bo'lish sifati bilan oraga tushib ularni urushdan to'sib qoldi. Hamza roziyallohu anhu boshchiligidagi bu qo'shinning alimi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z qo'li bilan qilgan tunji alam bo'lib, rangi oq edi. Uni Abu Mirsad Kanas ibn Husayn G'anavi ko'targan. Ikkinchi, Robih qo'shini. Hijriyaning 1-yili Shavvol 10-oy, milodiya 623-yil 4-oyda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ubayda ibn Haris ibn Muttallib roziyallohu anhuni muhojirlardan tashkillangan 60 kishilik bir otliq qo'shinga bosh qilib, Batni Robih degan joyga avatdi. Abu Ubayda Batni Robihda Abu Sufyan, u 200 odam bilan billa edi. Uning bilan uchrashdi va ikki taraf yiroqdan kuch ko'rsatib, ancha-muncha o'q etishdi. Amaliy jang bo'lmadi. Bu qitimqi harakatda mushriklar qo'shindan 2 kishi, ya'ni Miqdad ibn Amri Buhroni bilan Utba ibn G'azvan Mazinilar musulmonlar sepiga qo'shilib oldi. Ular xeyli burunla musulmon bo'lgan bo'lib, bu qitim ular mushriklar sepiga qatilib olib, musulmonlar tarafga o'tib olish amalini izlab chiqqan edi. Ubayda roziyallohu anhuning alimi oq rangli bo'lib, uni Mistah ibn Usasa Muttallib jamiyatidan roziyallohu anhu ko'targan. Shunda qilib, bu qitimliq kitob o'qishimiz bu yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.